Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'aymaysizlarmi? Bugun 25 may. Rossiyadan O'zbekistonga yuborgan yuklarınız yetib keldiğine bemalol yuklarınız gelib olib ketsanglar bo'ladi. 2260 dan 2470 gacha bo'lgan numerdagi yuklar yetib keldi. Bemalol yuklarınız gelib olib ketsanglar bo'ladi. Sifatli tarzda yetkazib beriladi do'stlar. Bir de yüklerinizi alıp ketish uchun 97 kodu bilan 096 1292 degan nomerga bog'lanib turib, yuklarinizni olib ketsanglar bo'ladi do'stlar. Manzilimiz her daimgidek Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tumani Sho'rag'on O'xidamiz do'stlar. Sho'rag'on kollej orientirimiz. Bu tarafda Sho'rag'on javob masjidi bor. Bu tarafda Nur to'yxona. Bu tarafda Sho'rag'on kollejina do'stlar. A380 yo'ldan Sho'rag'on degan tushib orasida shu degina ko'rib turibsizlar. Yuklaringiz yetib keldiğine. Yine yük beraman degib tashlab ekranlar telefonu bilan qoldirib qo'yaman. Bemalol shu bilan bog'lanib turib, yük tashish xizmatlarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari bilasizlar, Gransa xizmatlarimiz ham mavjud. Qozog'iston har kun mashin qatnab turibdi. Shu bilan ishonchli mashinamiz Comfort mashin. Bemalol kanalga a'zo etib telefon orasida 100% ishonchli do'stlar. Biz ham shu videoni yakunlaymiz. Videomizni ko'proq like bilan qo'llab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lin, sog'lig'ingiz yetkazgan hozir rozi bo'laman.